Mumkin bo'lsa, sizga savolim bor edi. Beringiz. 40 ni qoralabsiz. Nega shu chog'gacha o'ylanmadilar? Axir men 100 kishilik to'y qarori chiqishini kutayotgan edim. Shu sababdan. Bale, Ha, sizga ham bir savolim bor edi. labbay. Siz ham mana pashti 40 ta qoralabsiz. Nechun shu yoshgacha turmushga chiqmadingiz? Kamina 50 kishilik to'y qarorini kutayotirman. Unday bo'lsa, men ketdim. Shoshmang. Labbay. Qayerga ketyaptilar? Siz bilan yana 10 yildan keyin ko'rishamiz, chog'i. Ha, ketmang. 10 yildan keyin sizga ham, menga ham вообще поздно bo'lg'ay. Ma'qul. Ko'ndirdingiz. Ha, do'stim. Sen ham pozdna bo'lmasdan ertaroq uylan.